Mana shu darvozaxonamiz, ko'rib turgan darvozaxonamiz. Mana bu afishkalari, mana bu joylari, koridorlari hamda mana bu afishkalar bilan birgalikda necha pul ketdi deb o'ylaysizlar? Taxmin qilib turinglar. Agar sizlar o'ylagandan ko'ra arzonroq narx aytadigan bo'lsam, albatta kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni qoldirib ketasizlar. Atiga 10 million so'm xarajat evaziga mana shu xonadonimizni darvozaxona qismlarini hamda mana bu koridor qismlarini mana ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa telefonlarni qilib berdik. Darvozaxonalarimizni ham ko'ryapsizlar. O'ta ham go'zal holatda bo'lgan. Hech qanaqa bu yerda majmuriy narsa ishlatmaganmiz. Xo'p, endi bu yerda bu summaning ichida mana bu ashikalarimiz ham bor, old-orqa. Endi shapkamiz aylana holatda 13 million so'm atrofida bitgan. Oldin qilib ketganmiz shapkamizni. Polni kuruk holatda bo'lgan shapka ham. Ofshi mana shu xonadonimizga 23 million atrofida summa ketyapti ekan. Hamma xarajatini o'zimiz olib kelib, xonadon egasini umuman hech qanaqa narsaga ovora qilmadik. Xudo xolasa xonadon egalari juda ham xursand bo'lib, pullarni beryapti. Hammalaringga rahmat. Bizni kuzatishdan charchamanglar. Kim xonadoniga mana shunaqa telefon qilmoqchi bo'lib, yaxshi ustalarni istab yurgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveradi. Bu joyda mana ikkita svet tonini qo'yib ketganmiz. Keyinchalik uyda egalari o'zlari elektrikka didiga yoqqanida o'rnatib oladigan bo'lgan. Albatta bu videomizni uyga telefon qilmoqchi bo'lib yurgan yaqinlaringizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.